yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashning eng samarali usuli bu xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda naqdsiz hisob-kitoblarga o'tish hisoblanadi, ya'ni naqdsiz to'lovlarga o'tish. Bizda 246 sonli farmonga asosan 1-apreldan xabaringiz bo'lgan bo'lsa, shu ayrim tovar va xizmat turlariga to'lovlariga naqdsiz hisob-kitoblarga o'tildi. Respublikada bugungi kunda 350 mingdan ortiq tovar va xizmat turlari bor. 1-apreldan joriy qilingan tovar va xizmat turlari esa 28 ming atrofidan tashkil qiladi. Ya'ni umumiy tovar va xizmatlarning 7 yoki 8% tashkil qiladi. Ya'ni bu hozirgi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashning naqdsiz to'lovlarga o'tishdagi dastlabki bosqichlari hisoblanadi. Yuqoridagi savolga ko'ra, yashirin iqtisodiyot ulushi bo'yicha esa statistika ma'lumotlariga ko'ra respublikada 35% tashkil qilgan bo'lsa, eng yuqori yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori bo'lgan soha qishloq xo'jaligi sohasi hisoblanadi, ya'ni 62,6% hisoblanadi. Keyingi o'rinda savdo 50,8% bo'lsa, undan keyin qurilish sohasida 23,5%. Bizda eng yuqorisi qishloq xo'jaligi bo'lgani uchun bu oldindan boshlangan yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash. Aynan shu bo'yicha 2025-yilda sentyabr oyida 153 sonli farmon imzolandi. Ya'ni qishloq xo'jaligi sohasi yashirin iqtisodiyotni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida. Ya'ni nima bo'ldiki, qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchilari tomonidan ushbu mahsulotni realizatsiya qilishda qo'shimcha qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy qilindi hamda ushbu tovarlarga ketgan xarajatlarning hisobga olinadigan qo'shimcha qiymat solig'ini tekshiruvlarsiz 3 kunda qaytariladigan tizim joriy qilindi. Ya'ni bu oldindan boshlab kelingan jarayon hisoblanadi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha.